Menga kecha SMS keldi, 700 ming so'm qarzim bor emish. To'lamasam elektr ta'minotdan uzilar ekanman. Uyda 2 kishi yashaymiz-ku. Nega shuncha qarz chiqarib qo'ygansizlar? Xato hisob-kitob qilgansizlar, to'g'rilab beringlar. Otaxon, avvalo tinchlaning. Elektr tarmog'idan uzilmaydi. Birinchi sizga 5 kun oldin ogohlantirish SMS keladi, so'ra to'lov qilishga cheklov o'rnatiladi. Keling, birgalikda tekshirib ko'ramiz. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlaringiz yoningizdami? Ha, mana. Mana, Otaxon, tizimda sizning xonadoningizda 6 nafar fuqaro ro'yxatda turibdi. Bu qizimni uzatganman. Bu o'g'lim ham ko'chib chiqqan. Bu ikkitasi esa qishloqdan o'qishga kelgan jiyanlarim bir paytlar ro'yxatga qo'ygandim. Lekin ular anchadan beri biz bilan yashamaydi-ku. Demak, shu vaqtgacha ularga ham pul to'lab kelganmanmi? Otaxon, xavotir olmang. Agar ro'yxatda ortiqcha fuqarolar bo'lsa, ularni pasport stolga borib, ro'yxatdan chiqarishingiz kerak bo'ladi. Ichki ishlar bazasi bilan integratsiyamiz bor, avtomat tarzda bizda ko'rinadi. Shundan so'ng biz qarzdorlikni qayta hisob-kitob qilib beramiz. Rostdanmi? Shunaqa qilib bo'ladimi? O'zgartirish kiritilganidan so'ng yashovchilar bo'yicha to'lov hisoblanib boriladimi? Albatta, ichki ishlar bazasidan onlayn olingan ma'lumotlar asosida doimiy yoki vaqtincha yashovchilar ro'yxatiga qarab hisob-kitob amalga oshiriladi. Demak, hammasi o'zimga bog'liq jarayon ekanda, bekorga shuncha asabiylashibman. Rahmat bolam.